Tak, ovozimiz yaxshi bo'lsa kerak, xudo xolisa. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Yaxshimisizlar? Savdolaring yaxshi ketyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Bugungi darsimiz Breaker Block darsligi. Yana darslarimiz ketma-ketlikda chiqishni boshlayveradi va davom etaveradi. Bu galgi darsimiz jicha cho'zilib qoldi. Sabablar juda ko'p. Bularni aytib o'tishim shart emas. Chunki fokusimiz darsga qaratamiz. Gaplarni ko'paytirmayman. Darsimizni sekin boshlashga harakat qilaveraman. Ya'ni bugungi darsimiz Breaker Block bo'ladi. Ya'ni Breaker Block o'zi juda ko'pchilik biladi, qanday ishlatishni. Buni o'zi ustozimizda bor, Astromarkusda bor, darslar Islom akamda, undan tashqari Sheroz akamda bor. Bemalol ularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu shaxsan men o'zim qanday ishlatishim. Breaker bilan o'zi aslida juda ko'p ishlamayman, lekin moment kelganda juda ko'p moment ham qanaqa o'sha vaqtlar ishlaydigan mahal bozorda yaxshi harakat qilishini sezgan mahallarim ko'proq ishlatishga harakat qilaman buni ham. Chunki Breaker Block bozorda o'zi juda ko'p uchravermaydi, lekin bitta uchraganda zo'r ishlab beradi. Shunaqa momentlarda qanaqa ishlatadi va qanaqa ishlataman men o'zim shuni tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Так что unda biz kartinkani tayyor chizib olganimiz sababi buni maksimal darajada vaqtdan yutib qisqa va lo'nda tushuntirishga harakat qilgan holda buni chizib oldim. Ya'ni bu kartinkani eslab qolinglar, xohlasanglar o'zingizga chizib olinglar. Bu sizlarga ancha asqotadi, ya'ni piderezonaga kelganda. Men endi buni polniy o'tgan darslarimiz bo'yicha qo'shib ishlattirib tushuntirib o'tib ketaveraman. Unda boshladik. Xo'p, bugungi darsimiz Picasso qanday ishlatadi, ya'ni Breaker Blockni. Xo'p, Breaker Block o'zi bozorda aslida juda ko'p, ya'ni juda ko'p chiqadi. Uni o'zini ishlatadigan joylari bor, vaqtlari bor va e'tibor beradigan momentlar bor. Bilasizlar, bizda ma'lum bir miqdordagi piderezona bo'ladi. Ya'ni bundan bag'iga shunaqa tarzda tushuntirib o'tib ketaveraman, chunki bu Picasso entry deyiladi. Men o'zimni Picasso entry deb naqa qilib olganman. Ya'ni shuna zonalar o'tkazib keyingisidan savdoga kirib, o'shunaqa narsalar. Buni hozir sizlarga chotki qilib tushuntirib o'tib ketaman. Bu o'zingizlar uchun ham ancha foydali bo'ladi. Xo'p, Breaker Block o'zi bozorda juda ko'p uchraydi, ya'ni xuddi order blockga o'xshab, FVGlarga o'xshab juda ko'p ishlaydi bozorda, juda ko'p uchraydi. Undan tashqari bozorda juda ham ko'p bo'ladi. Buni asosiy ishlatadigan naqalarini, ya'ni vaqtlarni, undan tashqari qanday Breaker Blockni olish kerak, shunaqa momentlarni tushuntirib o'tib ketaman. Bu yana doimgidek yo'nalish bo'yicha ishlash bo'ladi, ya'ni yo'nalish bo'yicha taqaladi yana. Ya'ni trend bo'ylab ishlatmaysizda, buni ham yana trend bo'ylab ishlatasiz, noto'g'ri ishlatmaslikni tushuntiraman hozir. Ya'ni bizda bitta pidere zona bo'ladi. Pidere zonadan bozor sekin reaksiya oladi. Ya'ni bizda bitta SMT berishi mumkin. Yana darslarga, eski darslarga qaytaman. Ya'ni SMT ni o'tmaganman, lekin xudo xolasa vaqtlar davomida kelib qolsa tushuntirib, dars davom etsa buni ham qo'shib chotki ishlatishlarni tushuntiraman. Bozor bizda piderelarda SMT beradi va SMTlar berib o'sha bizdagi sell side tochkaga уже sekin harakat boshlaydi. Va undan tashqari bilsanglar, bozor sekin order block yoki FVG, yana order blocklardan reaksiya olib o'sha bizdagi bitta pidere zonaga narx chiqadi. Ya'ni biz kutgan o'sha FVG zona bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam shu IFVG tochka bo'lishi mumkin. Va bizda bozor sekin 50% dan korreksiya berishni boshlaydi, ya'ni qimillashni boshlaydi. Sekin impuls berishni boshlaydi desa ham bo'ladi. Va shunaqa momentda bu yerlarda yaxshilab qaralinsa, o'zi aslida SMTlar berishni boshlaydi. Chiroyli SMTlar berishni boshlaydi mana. Bu tomonmachasiga yoki bu tomonmachasiga SMT berishni boshlaydi. Bunaqa momentda kimdirlar mo order blockni kutib o'tiradi. Ya'ni bu yerda order blockni men savdoga kiraman deb o'tiradi. Bilmaydiki trend sell bo'layotgan bo'ladi. Ya'ni bu tepaga tishlamoqchi bo'ladi. Trend sell bo'layotgan bo'ladi va pidere zonaga reaksiyaga prosta chiqayotgan bo'ladi. Mo zonani ishlayotganini ko'rib turib, u odam bo'ldi, mo zona korotchi ishlaydi, loviga stop qo'yaman, korotchi bosib yuboraman o'sha tepadagi buy side tochkagacha deydi-da, lekin bu juda ham noto'g'ri qarash bo'ladi bozorga. Nabarot bu pidere zonani ishlamasligini kutish kerak bo'ladi o'zi aslida. Va bu zona ishlagandan keyin bizda
bozor обязательно shu OT beradi, MSS beradi, shu SMT, shu razvorotlarga sekin tasdiqlab berishni boshlaydi va bunaqa mahalda metdagi odam order blokdan savdoga kirmoqchi bo'ladi. Ya'ni order blokdan savdoga kirib turib, lowga stop qo'yadi. Ya'ni stop qo'yadigan joyi low bo'ladi. O'zi bilasizlar, hammamizda stop qo'yadigan joyi обязательно low bo'ladi. Va stopni lowga qo'ygandan keyin bu odamni order blokini bozor hurmat qilmaydi. Ya'ni order blokni hurmat qilmay, impuls bilan narx pastga tushib ketadi. Va impuls bilan narx tushib turib, bu odamni stopini oladi. Ya'ni o'sha buy kirgan odamda nimani hisobiga u buy kirgan bo'ladi? Metdagi ikkita zonani ishlaganini ko'rib turib buy kirgan bo'ladi. Bu zo'r deydi-da. Men bu yerda o'tkazib yubordim, lekin men yerdan savdoga kiraman. Yo'q, lekin bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Nimaga? Tepada bu yerlarda haylada SMT bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ikki martadan SMT bergan bo'lishi mumkin-da. Bu narsaga e'tibor bermagan bo'ladi. Ya'ni bu yerda buy kirayotgan odam bu narsaga nimaga e'tibor bermagan, nimaga e'tibor berganini hozir tushuntirib gapirib ketaveraman, avtomatik tushunib boraverasiz. Va ko'rib turganlaringdek, order blok buzib o'tilinadi va o'sha impuls bilan buzib o'tgandan keyin bu joy уже invalid hisoblanadi. Ya'ni bu order blok invalid bo'ladi, ya'ni ishlamagan bo'ladi-da, уже bu zona sizlar uchun ishlash uchun kerak bo'lmaydi уже bu zonalar. Va bu zonalar buzib o'tilgandan keyin, ya'ni impuls bilan buzib o'tganda, men ko'proq impuls bilan buzib o'tishga qiziqaman. Buni yaxshi bilasizlar, ko'proq bozorda ko'rsatishga harakat qilaman chartda. Ya'ni bu tizmaga tushunmasligingiz mumkin, lekin men shaxsan o'zim zo'r tushunib turibman. Chartda ko'rsataman, bu narsani tushunib yetasiz va order blok qanaqa, breaker blokni qanaqa qilib olish kerak va nimaga bunaqa shu narsalarni tushunib yetasiz. Ya'ni bu pidere zona deganda faqat pidere zona emas, xolim buy side tochka ham bo'laveradi. Pidere deganda buy side tochkani olsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni o'sha bitta buy side tochkani yechib tushishi, o'sha buy side tochkani yechilishida baribir pidere zona bo'ladi, обязательно katta time frame ga o'tilsa. Va bu zona impuls bilan buzib o'tdi. Biz order blok ishlamadi. Bu order blok qachon breaker bo'ladi? Shu impuls bilan tushib turib, muhim zonadan reaksiya olib turib qaytishiga keyin siz breaker blok qilib ishlatasiz. Ya'ni gapimni yaxshilab eshitib turing, bu o'zingiz uchun foyda. Breaker deb qo'yganman, ya'ni breaker blok order blokni buzilishi, ya'ni impuls bilan buzilib, invalid bo'lib, bu zona invalid bo'ldi, invalid bo'lib qoldi deb o'tirmaydi. Bu narsa invalid bo'lib qoldi deb o'tirmaysiz. Buni siz nabarot cho'zib qo'yasiz. Nima uchun? Sizga keyinchalik breaker blok bo'lib ishlash uchun. Minbori zo'r ekan. La bo'lib ketyapti. Naqalarimiz, ovozlarimiz. Dars yozmaganimiz bilinyapti. Hozir kommentariyaga kirib, o'shaning uchun dars yozish kerak-da deydiganlar bor. Bu albatta hazil. Breaker blok shunaqa momentda breaker blok qilib olinadi. Ya'ni order blokni buzib o'tinishi bizga breaker blok bo'lib ishlaydi. Va bu narsa doim esingizda tursin. Ya'ni breaker blok qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, shu yana doimgidek o'sha highga yoki o'sha buy ishlamoqchi bo'lsangiz lowga qo'yib ishlaysiz. Ana xuddi shu ssenariy bo'ladi. Bu narsa kartinkani eslab qoling. Ya'ni bozor biz zonalarni ishlab chiqqanda bu chalg'ituvchi zona bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha tepaga ketadi deb trend bilolmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Shunaqa momentlarda pidere zonaga kirib, o'shaning uchun ham daily bias, ya'ni katta time frame'larni zo'r bilgan odam bunaqa breakerlarni naqalar zo'r ishlataveradi-da, chunki trendni bilib oladi. Ya'ni pastda sell side bor-ku deydi va o'sha pidere zonamga chiqsin deydi-da. Bu shunaqa strategiya xolos sizga, ya'ni tasdiq uchun bu narsani o'zingiz uyga vazifa qilib backtest qilganingizda bilasiz. Ya'ni pidere zonaga kelganda SMT qarab, impulsdan keyin shu obbini buzib o'tib breakerdan savdoga kirish bo'ldi. Mana oddiy narsa. Shu keladi, SMT beradi, shu lowda MSS berib qolishi mumkin. MSS ko'p ishlatmay qo'yganman. Shu razvorot uchun imkoniyat berib qoladi. Metdagi order blokni buzib o'tadi va bitta qaytishiga men premium discount yoki bo'lmasa OT tortib turib savdoga kirib ketaveraman, to'g'risi. Mana endi bu pastroq olib qo'yaveradi, chunki bu impuls pastroqdan bo'lishi mumkin. Mana bunday qilib savdoga kirib beraman yoki bo'lmasam premium discount, ana lowdan highga shunday premium discount tortib turib, mana shu breakerga chiqqanda savdoga kirib qo'yaveraman. Tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa, juda ham oddiy, ishlashi ham juda ham oddiy. Men buni chartda sizlarga ko'rsataman ham. Ya'ni shu SMT berib qoladi, batta SMT yoki bu tomonda haylada SMT beradi va MSS berib turib, sizni order blokingizni tanasi bilan yopib qo'yadi, past tanasi bilan yopib, impuls bilan pastda yopadi va bu impulsdan keyin doim aytaman, hech qachon mandraj bo'lishi shart emas. O'sha mandraj deganda qanday hayojonlanib, o'sha voy, hali
hamma narsa o'tkazib yubordim, bu narsa yo'q. Uje siz sabr qiling. Bu sabr qilganingizdan keyin bunaqa impulsdan keyin sizga обязательно bitta qaytib beradi. Ya'ni bu breaker zonangizga, ya'ni bu breaker deganda faqat breaker emas-da, tushunyapsizmi? Bitta narsani ham hisobga oling. Mana bu zonangizda FV ga ham bo'lishi mumkin, mana. Bunaqa bo'lib FV ga chiqib qolishi mumkin. Yoki shu breakeringiz oldida order block ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam mana qadamni tortib kelsangiz IFV ga bo'lishi mumkin, tushunyapsizmi? O'sha hammasi sekin jamlanib ketaveradi. Avtomatik bir-biriga qo'shilib ketaveradi. Ya'ni breaker, OT, FV ga, o'sha IFV ga order block o'sha bitta joyda bo'ladi. Bag'i o'rgangan narsalaring bo'yicha hammasi bitta joyda bo'ladi. Plus OT plus premium discount SMT da olgansiz, PD zonangizdan reaksiya olgan, sizda bozorda likvid bor, uje mana bunday bo'lib narx chiqib bergan, misol uchun trend liniya bo'lib chiqqan, hamma yo'g'ingiz bor. Короче, siz savdoga kirsangiz bo'ldi, riskisiz joyga qo'yib deydigan joy bo'ladi. Mana shunaqa momentlarda breaker shuning uchun ishlatiladi, ya'ni razvorot bo'lgandan keyin order blokingiz buzilishi breaker deb olinadi. Buni shaxsan men qanaqa ishlatishimni prosta sizga tushuntirdim xolos. Buni mendan tashqari ustozimda bor bolalar, bundan tashqari Islom akada va bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qiziqib naqa qilsanglar bo'ladi. Ya'ni ko'rsanglar bo'ladi demoqchiman. Buni o'chirib yubormayman. Endi real bozorga o'taman. Ya'ni real bozorda o'zi aslida ko'rishni yaxshi ko'raman. To'g'risi bolalar, ya'ni 15 minutlikmi menga vashi qizig'i yo'q. 45 minutlik bo'lmaydimi? Umuman qizig'i yo'q. Men shunday ko'rishni yaxshi ko'raman. Xo'p, mana bunaqa tushishlarni qaraymiz ko'proq, ya'ni misol uchun bizga zonalar, metdagi zonalar, IFV ga yoki birata zonalar pidere bo'lib ishlab berdi deylik bizga. Ishlab bergandan keyin обязательно impuls bo'ladi, to'g'rimi? Impuls bo'lgandan keyin bizda order block, ya'ni bozor order block qoldiradi bizda. Bu order blokimiz mo bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana. Xo'p, bu order blokni men real bozorda kuzatib tushuntirishga harakat qilaman. Yaxshilab eshitishga harakat qiling, bu o'zingiz uchun foydali. Bu order blok buzib o'tilindi, ya'ni tanasi bilan bitta svecha yopib qo'ydi va keyingi svecha tepaga ketib turib, yana buzib o'tdi. Ya'ni bu svecha narxni buzib o'tdi, mana bu yerdagi impuls bo'lgan svecha mana. Va keyingi svecha chiqyapti-da, bizdagi breaker blokka reaksiya beryapti. Ya'ni bu IFV ga o'xshash desalaring ham bo'ladi. O'zi aslida IFV ga ham o'xshab ketadi bu breaker blok. Ya'ni bizdagi breaker blokni respekt qilgani, ya'ni общий qilib olyapman. Buni xohlang общий qilib oling, xohlang mo tayidan bunday qilib breaker qilib oling. Bu o'zingizga bog'liq. Men общий bitta tizib qo'yaman, kirganda savdoga kirib qo'yaman-da. Chunki stopim aniq, tepam aniq bo'ladi. Va bu yerdan o'sha savdoga kirganingizdan keyin bu yana doimgidek nimaga taqaladi? Yana o'sha pidere zonaga kelganda mana hayga qaraladi. Hayda SMT bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarasangiz metda SMT bergan bo'lishi mumkin-da. Shu narsalarga qarab e'tiborliroq bo'lib naqa qilinadi. Uje bu kelganda savdoga kirib turib, bizdagi xohlasangiz bu hayga, xohlasangiz bu hayga qo'yishingiz mumkin. Chunki bu hayda o'ziga chiqib qo'ysa, uje narx tepaga ketadi deganda, chunki bu zona bitta ishlab qo'ygan. Tushunyapsizmi? Bu zonani ishlashini kutib turib, siz breakerni pastroqqa tushish, pastroqdan keyin bitta tepaga chiqishini kutasiz-da, breaker zo'r ishlash uchun. Va bu breakeringizdan keyin siz обязательно shu sell side zonaga hujum qilasiz. Siz sell side zonangiz o'sha bu yer bo'ladi. Gap yo'q, bu xunuk chiqmasin, bu yerda ko'rsatib qo'yaylik mana. Xo'p, bu bilan sell side gacha ishlayapsiz. Va bu ishlaydigan tochkangiz mana, bu tochka bo'ladi mana. Bunaqa savdo bo'ladi. Ya'ni breaker blokda o'zidan savdo qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'sha pidere zonaga keladi, SMT qaraysiz, breakeringiz buzilib o'tib turib, keyingi svecha chiqib turib, mana bitta respekt berib turib, FV ga va plus breakeringiz respekt berib turib, pastga qarab tushib ketadi va bu oraliqda SMT larga ham qarab turasiz. Mana nimachasi SMT bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu juda ham kerakli bo'ladi. Yana shunaqa tushuvlarga qaraymiz. Ya'ni xo'p, battan olib berdim. Yana batta qanaqa breaker bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, mana undan tashqari ana bu yerda yana shunaqa narsa bo'lgan mana. Ko'ryapsizmi? Order blokda uje mo svecha yevorgan, mana mo svecha pastga tushgan. Endi bu zonani bitta qaytishini kutasiz, ya'ni shu haydan lowga OT tortib qolasiz mana. Tushunyapsizmi? OT tortganingizda, o'sha haydan lowga OT tortganingizdagi oxirgi lowda lowga tortganingizdan keyin OT qani? Mana oxirgi low bizni tepaga ko'tarayotgan low qaysi bo'lyapti? Bu haydan lowga tortsak, mana bu yerdagi low bilan bu yerdagi hay bo'lyapti. Ya'ni
bu high, bu low. Bu zonalar sizdagi shu oraliqdagi zona sizni trend bo'ylab sel ishlashingizga imkoniyat bo'ladi desam bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bu zonani narxi yevordi. Bu order blokni kimdir kutgan bo'lishi mumkin-da, mana. Misol uchun, balki siz aytishingiz mumkin, hozir kutmadim, bu deb. Yo'q, unaqa emas. Men misol uchun shaxsan men bo'lsam, yana bay ishlayman mana bu zonagacha turib kutgan bo'lib qolishim mumkin. Ya'ni bu yerdagi pidere zonani o'tkazib yuborgan bo'lishim mumkin yoki SMT'da o'tkazib yuborgan bo'lishim mumkin. Tushunyapsizmi? Shunaqa momentda bu sizga keyinchalik yordamga kerak bo'ladi, ya'ni breaker blok sizga savdo kirish uchun. Xoling breaker blokni mana shunaqa qilib chizib turib, mana xoling shunaqa oling. Xoling общий oling. Men misol uchun общий olaman, bunday qilib общий chizib qo'yaman mana. Shunday qilib olib, shu 50% ga kelganda savdoga kirib turib, shu high ga stop qo'yib kirib ketaveraman. Bundan tashqari faqat demoqchi bo'lganim, nima deydi? Faqat breaker blokka qarashingiz shart emas. Bundan bag'iga o'rgangan darslar bo'yicha qo'shib ketaverasiz mana IFV ga, tushunyapsizmi? Ag'i ishlab ketaveradi, avtomatik o'zidan o'zi qo'shilib ketaveradi. IFV ga mana bu yerda IFV ga ishlaydi. IFV ga buzilgandan keyin qaytishi OT ga to'g'ri kelyapti. O'sha premium discountni premium zonaga to'g'ri kelyapti. Plus breaker blokingizga to'g'ri kelyapti. Bu prosta savdoga kir deyapti xolos sizga bitta. Boshqa hech nima naqa qilgani yo'q-da. O'sha savdoga kirish kerak, chiqib ketish kerak bo'ldi. Bu o'zingizlarga juda ham o'zi ko'proq breaker blok naqalarda ham Nasdaqda ham zo'r ishlaydi aslida. Nasdaqda ham ko'rib tursanglar o'zingizlarga ham foyda. Tak. Yana bozorda bo'lmasam naqa qaraymiz. Breaker blok. Men breaker blokni qanaqa qilib ishlatishni men sizlarga yana bitta tushuntirib o'tib ketaman keyin, xudo xolasa. Tak. Bundan tashqari bizda bozorda mana bu yerlarda mana order bloklar bor, mana order blok buzib o'tib turib, mana bu yerdagi shamchi mana bu yerdagi FVG bilan naqadan reaksiya olib ketyapti order blok buzib o'tilingandan keyin. Tushunyapsizmi? Shu buzib o'tilingan switch mana bu bo'lyapti. Mana. Men xuddi shunaqa ishlataman, to'g'risi akalar, ya'ni breaker blok plus FVG shu order bloklar, IFVGlar bitta joyda bo'lsa, mana shunaqa qilib savdoga kiraman. Ya'ni 50% zeka kelganda breaker blok qilib ishlatib savdoga kirib ketaman. Breaker blok o'zi tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni order blokni buzib o'tilingani, ya'ni mana order blok buzib o'tilingandan keyin bitta qaytishiga men keyin breaker blok qilib ishlataman. Ya'ni breaker blok qilib ishlataman. Bu menga juda ham yaxshi naqa qilib beradi. Ya'ni bu yerda ham mana order blokimiz buzib o'tilingan, keyin breaker blok bo'lib bizda savdoga ishlayapti. Ya'ni o'sha trend bo'yicha bizning o'zimizdagi zonaga. Tak, undan tashqari boshqa paralarga o'tamiz. Men bugun ko'rdim-da, adashmasam shu narsani qaysi parada ko'rdim ekan? Nasdaqda ko'rdimmi ekan? Bugun zo'r ishladi. O'sha breaker blok o'ta chiroyli ishlab berdi. 3 minutlikda ko'rdim ekan. Bu asosan naqalarda ham juda zo'r ishlaydi. Ya'ni 1 minutliklarda Nasdaqda o'zi aslida Nasdaqda ham juda zo'r ishlab beradi. Nasdaqda ham ideal ishlab beradi. Mana buy naqa order naqa breaker blok mana. Bu zonani kimdir mana sel ishlayman deb kutadi, lekin bu zonani buzib o'tadi. Mana bu shamchi buzib o'tadi. Bu shamchi buzib o'tgandan keyin qaytishiga siz buni общий mana tortib breaker blok qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mana xuddi shunaqa ssenariy mana. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu buy uchun mana. Va bu sizni breakeringizga keladi-da, mana shu reaksiya olib ketadi mana bu zonadan savdoga kirganingizdan keyin. Уже обязательно batdan savdoga kirsangiz lowga stop qo'yasiz. O'sha hujum qilingan tochkasi o'sha haymi yoki bu yerdagi haymi mana shunaqa entry qilasiz-da ag'iga. 1/400 qilib breaker blokdan o'sha lowga stop qo'yib, bu doimiy sizda tursa, lowga обязательно stop qo'yiladi. Ya'ni breaker blokdan savdoga kirmoqchi bo'lsangiz. Bu daily time frame'larda ham juda zo'r ishlaydi. Ya'ni dailyda ham bundan tashqari breaker blok 1 soatlik time frame'da ham raznica yo'q. Hammasida juda ham zo'r naqa qilib beradi. Ya'ni ishlab beradi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa holatda mana bu order blok bo'lsa, ya'ni bu order blok ushab qolmasa narxda tepaga bitta chiqib berib turib, bitta qayt bersa, shu breaker blok zo'r ishlab beradi va keyingi switchi tepaga qarab ne bo'lib ketadi. Ya'ni breaker blokni o'zidan. Breaker blokni o'zi aslida men juda ham kam ishlataman. O'zi bozorda bunaqa ko'p ishlatib yubormayman. Chunki meni o'zimni hali modellarim bor uchun menga o'zini ashini o'zi ham yetib ortib ketgani uchun naqa qilmayman.
breakerni qo'shmaganman to'g'risi, ko'p ishlatmayman. Mana bu yerda ham breaker blok, mana ko'ryapsizmi? Ya'ni bizdagi shu order blokni mana respect qilib breaker blok uje pastga qarab, ya'ni sell side точкаga qarab tushib ketyapti. Uje biz pastdagi sell side точкamiz breakerni o'zidan zo'r reaksiya olib pastga qarab tushib ketyapti. Tak, shunaqa bozorda juda ko'p o'zi aslida men ko'rsataman desam juda ham ko'p. Ya'ni breaker blok anaqasi bozorda ishlataman siz juda ham ko'p chiqaveradi. Yo'lingizdan ko'p chiqaveradi va bitta narsani doim yodingizda tuting. Ya'ni breaker blokda ishlatayotganingizda iloji boricha maksimal darajada kilzonga e'tibor berishga harakat qiling. Kilzon mahallariga e'tibor berishga harakat qiling. Ya'ni bu o'z uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Chunki overlapda savdoga kirib yoki boshqa mahalla savdoga kirib, bu narsalarda doim esingizda tursin, boshqa strategiyalar ham ancha munchaga ishlab bera olmaydi. Buni doim esingizda tutinglar. Bularni maksimal darajada, misol uchun breaker blok yoki order blok, FVG, o'sha IFVGlar ishlatmoqchi bo'lsanglar, soat 9:30 dan keyin entry qilinglar. Bu hozir mana bizdagi breaker blokda turibdi. Mana o'sha qila oladigan bo'lsak, agar bu zo'r ishlab bersa, tepaga Nasdaqni yana mana misol uchun otib yuboradi tepaga qarab. Ya'ni breaker blokimiz ushab qoladi. Mana nimaga breaker blok qilib olyapman? Ya'ni order blok ishlamadi, buzib o'tdi, qaytishiga mana breaker qilib olyapman. Xuddi shunaqa ssenariy. Lekin mana nima uchun bu breakerni yana bitta ko'rsatib qo'ydim? Chunki juda ham noo'rin naqa bo'lyapti, breaker blok bo'lyapti. Nimani hisobiga? Chunki doim esingizda tursin, premium diskont yoki OT tortganingizda iloji boricha bu yerlardan qaraysiz breaker blok mana. Tushunyapsizmi? Mana shu yerlarda qaraysiz, mana shu yerlar breaker blok qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha diskontdagi zonalarni chotki qilib breaker blok qilib olsangiz bo'ladi. Agar buy ishlamoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam o'sha premiumdagi naqalarda breaker bloklardi. Sizdan hech qachon chiqmasin, ya'ni premium diskont yoki OT maksimal darajada sizda o'sha breaker bloklaringizda bo'lishi shart, обязательно, xudo xolasa. Va shunga qarab keyin sizda chiroyli ssenariylar va naqalar bo'lib beradi. Imkoniyatlar bo'lib beradi bozorda. Xo'p, yana bitta chotki misol ko'rib qo'yaylik, bitta xudo xolasa. Ya'ni bizda bozorda ishlagan breaker ishlagan ko'rsatish oson deyishingiz mumkin-da, to'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman. Lekin real bozorda ham ishlatamiz-da, mana. Ya'ni bu 5 minutlik time frame o'zi cho'zsam katta ko'rinib ketadi. O'zi batdan batgacha ham 35-40 punkt yurgan, bu o'sha jinda yurgan degani. Ya'ni mana 5 minutlik pidere zona. To'g'ri, batdan endi savdoga kirgandan keyin обязательно endi highga qo'yish kerak deyishingiz mumkin. Da xuddi shunaqa, lekin bitta narsa ham bor-da. Bu zonani pidere zona qilib olib turib, keyingi zonadan, ya'ni FVG zonadan kirsangiz bo'ladi-da. Misol uchun, bunaqa entry qilaman desangiz, model juda ham ko'p. Faqat vaqtini bilish kerak-da, vaqtini kutish kerak entryni. Vaqtlariga e'tibor berish kerak. Tak, yana qaraymiz. Okay. Bozorda juda ko'p. Xudo xolasa, bag'iga darslar tinmay chiqadi, ag'iga sekin tushunib, ketib qo'shib ishlatishlarni o'rganaverasizlar o'zlaring. Sekin. Tak. Xo'p, bu yerda bizda hozircha 1 soatlikda yaxshi naqa ko'rmadim. Breaker ko'rmayapman, yaxshi. Mana bunaqada endi asosan bunaqa breakerlarni ko'proq yaxshi ko'raman mana. Mana shunaqa breaker order blok qilib mana mashlarni olish uchun mana ko'ryapsizmi? Mana Moshamcha o'zi respect berib ketib bo'ldi-da, mana. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa order blok deyman, breaker bloklarni ushlab olishga harakat qilinglar. Mana shunaqa breaker blokni mana breaker blok deb respect beryapti-da, o'sha FVGga chiqmasdan tushib ketyapti. Breaker blok shuning uchun naqada, ko'pincha bozor nima uchun siz kutgan zonaga kelmaydi. Siz kutgan zonaga kelmasligining sababi shu breaker bloklar, shunaqa muhim zonalardan ketib qoladi-da. Breaker blokni shuning uchun o'rganishingiz kerak. Ya'ni o'zingizga juda ham kerakli bo'ladi bu breaker blok. Bozorda
juda ham ko'p uchraydi. Men shaxsan o'zim shunaqa ssenariy bo'yicha ishlayman. Breaker blokni ishlataman to'g'rirog'i. Ya'ni mana shunaqa ssenariy bo'yicha mana. Ya'ni pidere zonaga narx kelgandan keyin reaksiya berib sekin SMT berib boshlasa mana hozir ko'rib turibsizlar, order blokni buzib o'tgandan keyin qaytishiga IFB ga ham oqtaraman. Ya'ni bitta 5 minutlikda o'zida mana buni 5 minutlikda tasavvur qiling. Faqat 5 minutlikda o'zida men bu zonani kutib turmayman-da. Misol uchun 5 minutlikda pidere zona ko'rdimmi? Pidere ham endi o'sha breaker blokni ko'rdimmi? Sirras 3 minutlik o'taman. 3 minutlik IFB ga ham tuzib olaman. 1 minutlik o'taman, 1 minutlik FB ga bormi, order blok bormi? Bo'ldi. Bu hammasi bitta joyda ekan-u deyman-da, menda URSP bitta oshadi-da, o'sha bo'ldi. Hayga stop qo'yib savdoga kiraman. Xuddi shunaqa narsa. Bugungi darsimiz, ya'ni breaker blok darsligi edi. Nimaga duduqlanib ketyapman? Xuddali tepamda kimdir turib, meni majburlab breaker blok darsini yozdirayotganga o'xshaydi. Tavba qildim. Xudo xolasa bosamiz bundan vaqtga aktiv bo'beringlar, aktiv bo'bersalaring, kommentariyalar yondirib yuborsalaring, bag'iga darslar ketma-ketligi to'xtamay chiqaveradi. Xudo xolasa bundan bag'iga darslar sekin mazza qiladigan darslarga kelyapti, xudo xolasa mazza qilib. Ya'ni o'zi mazza qiladigan darslar hammasi bor-ku, prosta o'zim shaxsan qanaqa ishlatishimni va tushuntirishimni, chartda tushuntirishimni men sizlarga ko'rsataman, naqalarini. Va xuddi shunaqa ssenariy, ya'ni buni bag ishlaydigani xuddi buni teskarisida, bu haligida chartda ko'rsatganimdek. Chartda to'g'ri tushunasizlar. Men tayyorlanib olib kirishni yomon ko'raman. Shuning uchun maksimal darajada ko'rsatishga harakat qildim. Ya'ni o'zim tizimani o'zi bilan ham ancha ko'p narsa tushunib olsangiz bo'ladi. Ya'ni breaker blok. Doim esingizda tursin va mahal ishlatadigan mahalingiz shu bizni 9 larga maksimal darajada shu 21:00 ga to'g'ri kelsin. To'g'ri kelsin. Ya'ni savdoga kirayotganingizda breaker blokingiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni luboy va ham mahalni bosib yuborishingiz shart emas. Buni men kanalga ham tashab qo'yaman. Bolalar ham maza qilib ko'rib foydalanishadi. Mana. Xuddi shunaqa ssenariy mana. Mana shu narsani doim esingizda tuting. Ya'ni liquidity bo'lib chiqadi va pidere, SMT va SMT BAM passiga qarab bo'ldi. Boshqa hech nimani sizga keragi yo'q. Mana. Tushunyapsizmi? Endi bu kerak yo'q deganda, misol uchun bunaqa menga o'xshab mashina ishlamoqchi bo'lganlar uchun bu. Bu meni entregim, meni sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim, bu meni Picasso entregim. To'g'risi. Men shunaqa entry qilaman bozorda. Shuning uchun Xudoga shukr, yaxshi naqa qilamiz, harakat qilamiz. Ya'ni bu zona o'tkazib yuborasiz, ya'ni o'sha bitta pidere zonani o'tkazib yuborasiz, ikkinchisidan savdoga kirasiz. Mana. Shunaqa. Hammaga rahmat. Picasso YouTube kanalidan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa keyingi darsimiz, xudo xolasa bugun уже sekin chorshanbaga o'tamiz. Bugun seshanba. Yakshanbaga xudo xolasa yana bitta dars yozib yuboramiz, xudo xolasa. Undan bag'iga tezlashtirib yuboramiz. Hammaga rahmat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hammalaring hurmatdasizlar. Savdolaringga omad.